Assalomu alaykum, Sinovli olam kanali muxlislari. Mana shu bir narsaga iqror bo'ldim. Bir joyga ishga keldik. Mana shunaqangi sariq armatura, plastik armatura bilan ishlayapmiz. Qaranglar, bu yerda 1 2 3 6 7 kishi ishlayapmiz-da, 7 ta joyda abid qilyapmiz. Mana yerda bir kishi kolonaning bu yonida, kolonaning bu yonida yana bir kishi abid qilyapti. Ana bu yerda yana bitta akam abid qilyapti. Mana yerda 3 ta akalarim abid qilishyapti. Bu yoqda men kaminaga kamtarin, bu yerda men turibman. Mabodoki Xudo ko'rsatmasin, iloyim yurtimizga tinchlik bersin. Urush bo'lib qolsa, biz hech qachon birlasha olmasak kerak deb qo'rqaman. Iloyim unaqa bo'lmasin. Abidlarimiz ham har bittamiz tochkada bitta obyektda ishlab, bitta joyda nima qilib, bitta avtobusda, bitta mashinada ketamiz. Astagfirulloh.